Buxoro viloyatining chekka hududi Peshku tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabida ta'lim jarayoni har bir o'quvchining qiziqishiga qarab tashkil etiladi. 5-sinfga kelishni boshlaganidanoq o'quvchilarning qiziqishlari avvalo o'rganiladi. Bunga psixologlarimiz, ustozlarimiz bunga jon kuydirib, o'quvchini qaysi yo'nalishga, qaysi kasbga egallashini aniqlab bo'lganimizdan keyin o'quvchini shu yo'nalishlar bo'yicha to'garaklarimizga jalb qilib, milliy sertifikatlarni oldirib, ularga ustida ishlab, qo'shimcha to'garaklarni qo'yib, olimpiadalarga qatnashtirib, ularni muddatdan oldin o'qishga kiritish bo'yicha samarali mehnatlar qilib kelmoqdamiz. Asosiysi har bir dars mashg'uloti amaliyotga bog'langan holda tashkil etilib, davlat tomonidan yaratilgan va fanlarga mos tarzda jihozlangan o'quv xonalari yu laboratoriyalarda bilim berish samarali tashkil etiladi. Natija ham shunga munosib bo'lib, o'quvchilar fan yo'nalishlarida yutuqlarga ega bo'lishmoqda. Shu ta'lim dargohida tahsil olib, ko'plab yutuqlarga erishdim. Jumladan, kimyo, biologiya fanlari va majburiy fanlar qatoriga kiradigan ona tili fanidan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdim. Shu bilan birga, kimyo fan olimpiadasining viloyat bosqichida 3-o'yinni qo'lga kiritib, respublika bosqichida ham ishtirok etdim. Hozirda 10-sinf bo'lishimga qaramasdan, menda ingliz tilidan B2 va ona tilidan A darajali sertifikatlarim mavjud. Va men muddatidan oldin maktab ostonasida bo'la turib, universitet ostonasiga qadam qo'yib, talaba bo'lish huquqiga erishdim. Ta'lim maskanida oliy ta'lim muassasalariga muddatidan oldin o'qishga kirgan yoshlar 90% dan yuqorini tashkil etmoqda. 9-sinf, 10-chi, 11-sinflar ichida maktab ostonasida yo'q, talaba bo'lish baxtiga erishgan o'quvchilarimiz soni tobora ortib bormoqda. Bu esa o'quvchilarni keyingi bosqichlarga, keyingi marralarni zabt etishga katta turtki bo'ladi deb o'ylayman. Kundalik o'quv reja asosidagi darslardan tashqari o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida turli to'garaklar, fan olimpiadalarini tashkil etish an'anaga aylangan. Mazkur go'shadan yetishib chiqqan taniqli insonlar ishtirokidagi adabiy uchrashuvlarning tashkil etilishi bolalarga yana bir motivatsiya bo'lib, kelajakda ular kabi jamiyatda o'z o'rinlariga ega bo'lib, vatan ravnaqiga hissa qo'shishdek mas'uliyatlarni oshirishga xizmat qiladi.